Так, X-obrazniga biz har doim двухсторонний ishlashimiz kerak qizlar. Mana ko'rdinglar, ko'pchilik juda katta xatolik qilib qo'yadi. X mi bo'ldi ichkariga, O mi tashqariga degan fikrda qotib qolgan. Bilasizmi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Siz mana ham savol bor edi. X-obrazniy bola bilan 3 oydan beri 3 kursdan beri ishlayman. Nima, natija yo'q-da, yaxshi emas. Ta'zir rentgen qilib ko'rdingizmi bir marta bo'lsa ham? Yo'q. A вот, Mana yo'q. ko'rdinglarmi, gapim Rentgen isboti qildirgan. bilan tozga bitta yuqoriga chiqib ko'rdingizmi? A o'ta головкали может yopishib yotgandir. Uni biz ajratishimiz kerak bo'lgandir. Конечно, tazdagi головка bir-biriga sedalishni ko'st, ya'ni suyagiga yopishib qolgan bo'lgandan keyin u X moyillik ketadi, конечно. Siz bu yerda qilib yotibsiz, mehnat qilib, onani ham puli ketyapti. Siz tazga bitta yondashib ko'ring, u yerda nima gap ketyapti tepada. Keyin o'zi yechimini shunday qilib chiqadi sizga. Ko'ryapsizmi qizlar? Har bitta bolaga individualni yondashgan holda programma tuzib, programma asosida ishlashni tavsiya qilaman. Demak, rentgen qildirib. Обязательно rentgen qilasiz. Agarda rentgeni toza bo'lsa, ana keyin men hozir bergan programmani X ga udar berib ko'ring, unda keyin lechение qila olishingiz mumkin.